Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuasidan nazorat qilish inspeksiyasining Qorolbozor tuman bo'limi tomonidan o'tgan 2025-yilda quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2025 yil davomida 926 ta nazorat tadbirlari o'tkazildi. Shundan 77 ta tekshirish, 849 ta monitoring tashkil etadi. Aniqlangan qonun buzishlar soni 924 tani. Shundan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar 77 ta, yozma ko'rsatmalar 841 ta. Taqdimnomalar 6 ta, ogohlantirish xatlari 607 tani tashkil etadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan materiallar soni 5 tani tashkil etadi. Hozirgi kunda O'zakli inspeksiyaning Qorolbozor tuman bo'limi inspektorlari tomonidan tumanda ekilgan g'alla hosilini oziqlantirish, zaruriy agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish borasida kunlik nazorat tadbirlari amalga oshirib borilmoqda. Zaruriy ko'rsatmalar va vakolat doirasida ta'sir choralari ko'rib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda 2026-yilgi bahorgi dala ishlariga qatnashadigan 900 ta cho'piq traktor, kultivator, 39 ta ekishgich, 37 ta chizel, 184 ta tishli barana ta'mirlash maskanlariga kiritilib, ta'mirlash ishlari kunlik nazoratga olib borilmoqda. Soz holda keltirilgan maxsus texnikalarga sertifikatlar berilmoqda. Fursatdan foydalanib, tumanda faoliyat olib borayotgan qishloq xo'jalik tashkilotlari o'zlariga yuklatilgan vazifalar mas'uliyat bilan qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirishlarini, shuningdek, tumanimizda faoliyat olib borayotgan fermer xo'jaliklari o'zlariga ajratilgan ekin yer maydonlaridan maqsadli va samarali foydalanishlarini, o'zlariga tegishli bo'lgan qishloq xo'jaligi texnikalar doimo soz holda foydalanish kerakligi borasida eslatib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat.